Mana legendarniy choyxonani eng zo'r povuri mana Sunnat akam bilan turibmiz hozir. Bu odamni misol Toshkentdagi hamma taniydi, ko'pchilik. Ya'ni hozir tabib chiqib ketdi, Qo'qonda hamda orqasiga bir urib boshlarini silab davolaydigan. Bular mana tabiiy ovqat qilib davolaydilar-da. Bularning ovqatlari shifo. Esingizda bo'lsa, siz bilan 10 yil, 12 yil oldin ishlaganimizda shunaqa tovuq bosardilar-da. O'rtasini shunday ochganda ichidan go'sht chiqardi. Buni birinchi qavatda boshlagansiz Sunnat aka? Beshqarag'och choyxona. Beshqarag'och choyxonani hamma biladi. Oshlari bilan, choyxona palovlari bilan, qozon kovoblari bilan mashhur joy. Biz 3 yil Sunnat akam bilan 2011-yildan 2015-yilgacha ham ishlaganmiz birga. Bizga ustoz bo'ladilar akam. Ichida go'sht mana, go'shtlar xil-xil bo'lib ketganda. Bunichi mana shu tovuqni o'rtasiga qo'yib, bu yoqlariga asartiylar qilib, mana shunaqa mijozlarimizga ham tortuv qilamiz. Mana hozir personalga ham bitta choyxona palov qilib berdilar. Sunnat akam qozon kovoblari bilan mashhur bo'lganlar. Bundan 15 yil oldin mana shu butun qo'lni shunday qozonga solib pishirardilar Sunnat aka. Shunaqa. Esingizlarmi? Mana bugun akamlarni chaqirdik, keling, bitta ovqatlaringizni sog'indik deb. Har doim Bekosiyoga kelaman. Mana shunaqa tovuqni ichiga go'sht qilgan joylardan mana shunaqa qozon kovob sifat qilib yeymiz desanglar, bemalol Bekosiyoga kelaverasizlar. Mana hozir suzilishlarini ko'rdinglar, buni tayyorlanish jarayonlari. Endi bu personalga 13 kilo hozir choyxona palov qildi, bir ko'rinishda katta, lekin buni 2 kilo, 3 kilo qilib, siz bundan ham mazali, bundan ham ko'rinishlari zo'r bo'ladi. Bu inson Beshqarag'ochda birinchi ish boshlaganlar. Beshqarag'och choyxonadagi hamma ko'pchilik biladi, bu mijozlari. Sunnat aka keyin Ark restoranda ishladingiz, choyxonada, keyin Aysda ishladingiz. Keyin Bekosiyoda ishladilar. Undan keyin hozir mana Ko'kchada eng oldin restoran nima choyxonalarda ishlayaptilar. Umringiz uzoq bo'lsin. Bu povurlarni, bu restoranlarni har bitta davlatda iqtisodiyotiga zo'r ta'siri bor. Nimaga? Chunki turizm rivojlansa, taomlarimiz rivojlansa, bizga pul oqimi ham ko'payib keladi, davlatga tushadi. Ya'ni ko'p odamlar ish bilan ta'minlanadi. Bular ustoz. Shuning uchun bular ko'p shogird yetishtirdilar. Mana Xudo xolasa, ko'p shogirdlari mana masalan Rossiyada ham ishlayotganlari bor, Dubayda ham ishlayotganlari bor, o'zimizda ishlayotganlar bor qanchasi. Shuning uchun bunaqa ustozlarning duosini olish kerak har doim. Xudo xolasa shirindan shakar shunaqa ovqatlarni yeyman desanglar, Bekosiyoga kelaverasizlar. Ana ustoz, oling.